Hop, ismim Samandar. Tradingni bir necha yillab o'rganaman. Man sizlarga shuncha paytdan beri o'rgangan, bilim, tajriba, ko'nikma hammasini eng shirasini berishga harakat qilaman. Bu narsa hamma strategiya asosi bo'la oladi. Xo'sh, o'zingiz qanaqadir nimadir yaratib, o'zingiz uchun moslashtirib olishingiz ham mumkin. Bu narsani bilganingizdan keyin. Bu eng kuchli narsa. SMC, ICT xullas har qanaqa strategiyaga shu narsa asos bo'lib bera oladi. Qanaqadir o'zgartirishlar nomlari har xil bo'lishi mumkin. Qo'ldan kelgancha aniqroq, soddaroq anglatishga, tushuntirishmas, anglashingizga yordam bermoqchiman. Shu bilan bozorga qarashingiz ancha osonlashadi. Bilan o'rganish kerak. Bizda Forexda umuman o'zi kriptoda umuman tradingda struktura juda muhim. Ya'ni seka sig'ib ketgan mavzu. SMCda ham shunaqa o'rgatishadi, SNRda ham shunaqa o'rgatishadi. Bu narsa kerak. Lekin man sizlarga qanaqadir zerikarliday bilganingiz tushib qolishi mumkin. Lekin o'rtalariga yoki ozgina vaqtdan keyin aniq qiziqarli narsa bo'lishni boshlaydi. Test qilib ko'rsangiz, sizni xursand qiladigan narsalar ko'p bo'ladi. O'zi вообще-то downtrend, uptrend shunaqa. Time frame qanchalik o'zgartiraversangiz, bu narsa chalkash bo'lib ketaveradi. Ya'ni ba'zi time frameda up bersa, ba'zi time frameda sell beradi. Bir-biriga teskari bo'lishi ehtimoli bor. Bunga sabab time frame strength, ya'ni time framelar kuchi. Time frame hamma time frame bir xil emas. Ya'ni mana bunaqa. Chizib o'tiribman. Shunaqa. Ya'ni mana bu kattani o'zi H4, H1 bo'lsa, mana bu kichkinadagilar u kichkina M3, M5 deb xuddi shunaqa shakllanib boraveradi. O'shaning uchun o'zingiz bitta time frame tanlashingiz tarafdoriman. Ya'ni bitta time frame, bitta strategiya va bitta parada savdo qilishingiz kerak deb o'ylayman. Va biz asl negizi buyum berishim kerak bo'lgan narsani o'rgatishni boshlayman. O'zi вообще-то qarang, bu yoqda aniq ko'rintirishga harakat qilaman. Bizda mana bu narsa doim ishlaydi. Har doim ishlab kelgan. Va oxirgi hayi, agar uptrend bo'lsa, oxirgi hayi mana oxirgi ulov tana bilan yorib o'tsa, bu hozir vaychilar kuchli degani. Mana bu tarzda order flow qilib, eng yuqori haydan bu hay buzilishiga sabab bo'lgan lowgacha tortib, order flow qilib tortib olsangiz bo'ladi. Va bu yoqdan boshida umumiy tushuntiraman, keyin maydalab tushuntiraman. Misollarga keltiramiz. Order flowmi? Bu katta range order flow. Bu degani hozir sotib oluvchilar kuchli degani. Chunki mana bu low buzdi. Mana bu tushishi sellchilarning harakati. Ya'ni sellchilar qaysi ma'noda dominant edi. Ya'ni sell tushishiga sellchilar sababchi edi. Bizda mana bu buy chiqib turib, mana bu sellchilarning oxirgi harakatini ham yorib o'tdimi, что sotib oluvchilar kuchli. Ya'ni buychilar hozir kuchli. Bularga qo'shilib olish kerak degan ma'noda gapirsa ham bo'ladi. Ya'ni shunaqa tushuntirishga qaror qildim. Chunki hamma hayya bizda endi blok topamiz u yoq bu yoq deydi. Hay nimaga buzdi? Buzishiga kim sabab bo'ldi? Shu narsalarni ko'pchilik aytmaydi yoki tushuntirishga harakat qilmaydi. Yoki umuman вообще-то o'zlari shunaqa qilib olishgan. Qarang. Bu yoqda eng asosiy logika mana bu diapazon, mana bu range, order flow singandan keyin, nima bilan singandan keyin buy qara olasizmi? Ya'ni buyerlar kuchlimi? Eng pastdan 2 dona blok toping. Bu blok topish ham hali tushuntiraman. Blok nima degani? Shu time frameda qarama-qarshi switch bo'lib qoladi. Yoki kichikroq time frameda shu joyda range bo'lib qoladi. Ya'ni ozgina to'xtalish bo'lib qoladi. Mana bunaqa bo'lib qoladi. Mana bunaqa ham bo'lib qoladi. Bizga uchinchi kerak emas. Oxirgi ikkita olasiz. Bu yoqqa kelsa tasdiq bilan kirib ketasiz. Hozir tasdiqini ham shu tushuntirib beraman. Okay.
Hop, bo'ldi. Asosan shu. Endi bu yoqqa kelayotgan движение ham muhim. Mana misol uchun barib keladi, korreksiya keladi. Korreksiya kelayotganda ham ishlab olishingiz mumkin. Hop, qarang, korreksiya kelayotganda ham order flow bo'lib kelyapti. Shu joydan ham qo'shilib kelsangiz bo'ladi. Endi bu time frame'ga va ishlash tajribasiga bog'liq. Ya'ni bu yoqda ham qanaqadir mana bu yoqda blok bo'ladi, mana bu yoqda blok bo'ladi. Va shunaqa. Ya'ni mana bu narsa time frame qancha ko'p almashtirsangiz, mana bu narsa time frame qancha katta time frame'da ham shu, kichkina time frame'da ham shu. Ya'ni bizda mana bu order flow baygasida ikkita blok va shu yoqqa kelganda biz bayqaraymiz. Хотя бы shu kuchli tarafga qo'shilib olish kerakda, xullas. Что hozir baychilamam chiqdimi? Что kelsa, ya'ni ketadi degan ma'no bo'ladi. Shularga qo'shilishga harakat qilamiz. Хотя бы ссылка ochmasam shu tarafga ketish ehtimoli bor deb qarang. Tushib ketib qolishi mumkin. Tepadan nimadir bersa. Tepada mana bu joyda nimagadir to'g'ri kelib qolmasa agar. Asosan shu. Endi qarang, men sizga ozroq tushuntirishga harakat qilaman. Что pastroqda mana bu narsalar ham bo'ladi. Bu yoqda ham xuddi shu narsa. Faqat qarang, bu yoqda mana bu struktura time frame'da bor yo'g'i ikkita switch. Hammasi ketdimi? Hozir baychilar kuchli edi. Bor yo'g'i mana bu qizillar sellchilar kuchi. Mana bu yashil baychilar kuchi. Shuni bayga shundoq buzilib o'tib ketdi, ko'ryapsiz? Bu bayarlar kuchli degan. Kengash ham katta ehtimol bilan mana bu tarzda kelib turib ketish ehtimoli yuqori. Mana bu tarzda kelib turib ketish ehtimoli yoki bu yoqroq. Hozir вообще-то shu narsa yaxshi qaralgan. Ya'ni yaxshi qarash kerak. Sellda ham xuddi shu holat. Ya'ni sellani ham misol uchun mana haqiqiy high low va order flow sinishni oling. Mana eng yuqori mana bu lowdan eng yuqori highgacha, buzishiga sababchi bo'lgan highgacha. Order flow oling. Ikki dona bor yo'g'i. Salga qarab eng tepadan ikkita blok oling. Ikkita blok oling va shu yoqqa kelganda endi task qanaqa bo'ladi? Task 2 dona yoki kichkina time frame'da mana bu struktura kutasiz. Yoki o'zini time frame'da mana bu switchlarni kutishingiz kerak. Ya'ni bo'ldi shu. Balki struktura o'zi shunaqa. Mana bunaqa narsalar ham bor. Mana işte mana bilan ko'ra olsangiz bo'ladi. Mana bu yoqda tushuntirgan ekanman, hozir qarang. Bitta time frame, bitta baribda strategiya eng ideal. Manimcha. Ya'ni qarang, hozir men sizga aniq qoida bilan tushuntirib ketaman. Mana bu eng zo'r nuqta. Qarang. Mana shu order flow sinishi. Nima bo'ldi? Sindi. Eng yuqoridan ikkita blok. Eng yuqoridan ikkita blok. Eng yuqoridan ikkita blok mana. Shu yoqqa otdi. Shuni tortib qo'yasiz bu yoqqa. Shu qaysi taraf kuchliligini shu order flow aytib turadi. Ya'ni hozir nima bo'ldi? Mana shu sellchilarning eng yuqori low'ini shu buzdi salga ham bo'ldi. Katta ehtimol ketadi. Siz bu yoqqa chalib qolishingiz kerak emas. Bu yoqda ham mana bu yoqda ham mana bunaqa bo'ldi-yu. Mana bu yoqni qanaqadir bayqarash kerak emasmi? Deyishingiz kerak emas. Chunki trendga qarash kerak. Shu trend ham o'sha kattadan tushib ketish kerak bo'ladi uning uchun. Rostmi?
Bunga ham yechim. Вот. Bo'ldi. Tushundingiz-a? O'sha yerda. Endi qarang. Yana bizda mana bu eng yuqori lov va mana bu buzildi. Ichiga tortib qo'yamiz. Va bizda bitta blok kerak. Bo'ldi. Shunga keladi. Struktura kichkina diafragma biz hozir MOM eshitamiz. Kichkina struktura bergan. И bu yoqda mana order flow, cross, singan, selga, selchilik kuchli degani hozir. Siz bu yoqdan qarang. Qanday o'yinchoq turib kirib kelsangiz bo'ladi. Ya'ni bu narsa time frame qaysi time frame tanlash kerak degan savolingizga farqi yo'q. Bozorda ko'p tezlab ketavering. Hamma time frameda shu qoida. Okay? Sessiyalarni tushuning. Asosan, mana ketdi. Bizda order flow bor. Sindi. Bu yoqda mana blok bor. Ketdi. Okay? Endi bizda order flow bor mana. Shu tomonga qarang. Endi bu yoqda mana bu harakat bo'lishi mumkin. Endi biz order flow sindida xo'sh, mana bunaqa. Magnit yonoqida biz tortyapti. Mana bunaqa bo'ldi. Nima bilan urish kerak? Nima bilan ursa ham juda osonlikcha bu razorot bo'lib ketmaydi. Hop, bu yoqdan qanaqadir blok mana. Ya'ni order flowsida eng pastdan ikkita blok. Mana bu eng aktual birinchi blok. Agar siz bu yoqdan ikkinchi blok qattandir misol uchun bundoq qilamiz, bu yoqdan ham ketib qolish ehtimoli bor. Mana bu narsaga aldanib qolmang. Shu bay ketyaptimi? Mana bu narsaga aldanib qolish kerak emas. Haqiqiy high, haqiqiy low. Bu yoqda haqiqiy low mana bu.